Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun ota-onam uyiga kelgandim. Keyin biz Korzinkaga chiqib ketayotgandik. Shu yerda bitta ijod kelib qoldi-da. Shu hovlimizni ham oldim. Keyin yo'lga chiqdik. Korzinkaga ketyapmiz. Mana shu mahallamizdan yurib ketyapmiz. Mahallalarimizni ham oldik. Bolalar esa ko'p mahallamizda mazza qilib o'ynashyapti kech bo'lganda. Men o'zim bolalarim bilan Korzinkaga kelib oldim. Mazza qilib. Havo rosa zo'r bo'lyapti, shamoldek. Bugun yomg'ir yog'ganigami bilmayman, havo salqinroq. Mazza qilib Korzinkaga chiqib oldik amallab bolalar bilan. Ichkariga kirdik. Bolalar shunaqa yugurishdi. Endi Korzinkani mazza qilishdi lekin. Ichida yugurdi u yoqdan bu yoqqa. Endi bolalar nima qilishadi? Mazza qilib o'ynaydi magazinga kelgandan keyin. Shu yerda bir oyog'imni oldim-da. Nima kerak endi? Mana endi narsalarni ko'rsatib, ozgina shu hozir marojniylar bor joydan o'taman-da. Marojniylar mazza issiqdan nima ketadi? Marojniy ketadi. O'zimga ham bittasini oldim shu yerda marojniydan. Mana shunaqa shokoladli, yong'oqli marojniy ekan. Mazza qilib yeb oldim buni ham. Hozir endi orqamdan bolalar keldi. Menga ham minatoji deb marojniylarni olishdi. Ular ham bitta-bitta tanlashdi. Tanlab bo'lgandan keyin albatta kassaga bordik. Kassadan o'tib uyga qaytdik Korzinkadan. Yo'lda marojniyimizni yeb ketdik bolajonlarim bilan. Shu bilan biz uyga qaytdik. Videomiz shu yerda nihoyasiga yetadi uyga qaytishimiz bilan. Xayr.